Televizor bor, internet bor, palabaska antena bor. Nimani ko'ryapti yuzda? Ayolingiz, bolangiz bilasizmi? Bu narsalardan uzoq bo'lishlik kerak. Biz farzandlarimizni iymonli, axloqli bo'lishini xohlaymiz. Oilalarimizni ham. Shunday bo'lgandan keyin avratlarni fosh qilib, ayollarni fitnali bo'lgan joylarni ko'rsatib, ishlangan musiqalarni eshitishlikdan ham bolalarimizni man qilishligimiz kerak bo'ladi. Ko'riladigan narsada, eshitiladigan narsada mantiq bo'lsin. Yana shunaqa kuyni kuylaydigan qo'shiqchilar nima? Yulduz. Ko'r-ko'rona g'ayri dinlarga taqlid qilishni yig'ishtiraylik. Ular madaniyatda berayotgan narsani hammasini madaniyat deb qabul qila olmaylik. Bizning dinimiz bor, birodarlar. Ko'zni tiyish, musiqaga berilmaslik, televizorda tagida soatlar qolib ketishlikdan bolalarimizni qaytaraylik. Musiqa va g'inoga berilib ketishlik. Muzikani ko'p eshitishlik. Birodarlar, Qur'on bilan musiqa bitta qalbda joylasha olmaydi. Bir-biriga teskari. Va xususan hozirgi zamondagi musiqa bilan. Biz bu musiqani hammasini harom demaymiz va hammasini halol ham demaymiz. Chunki hozirgi avlod, hozirgi davrdagi yoshlar eshitayotgan musiqalarda qaraydigan bo'lsangiz, aksariyati harom. Albatta unda yarim yalang'och ayollarning suratlari, shariatimizda mutlaq man qilingan ko'rinishlar albatta bor. Chunki busiz birov eshitmaydi uni. Avvalgilarida bitta likob bilan turganimda aytib qo'ysa, bu yerdagi osoqollar eshitib tushunib qo'yardi bu narsani. Hozirgilarga albatta ko'zini sehrlab turadigan bir suratlar kerak bo'ladi. Yo Qur'on turadi birodarlar qalbimizda, yo musiqa turadi. Musiqaga ko'p berishlik, g'anoni ko'p eshitishlik insonning qalbida nifoqni keltirib chiqaradi. Ayniqsa bu g'ino, bu musiqa hozir biz aytib o'tgan fahsh bilan to'lib toshgan bo'lsa, shahvatni qo'ziydigan ma'nolar kuylansa, bunday musiqani hech kim halol deb ayta olmaydi. Birodarlar, dinimizda chiroyli ovozga, chiroyli ohangga qarshilik yo'q. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga Abdulloh ibn Zayd roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, tushimda bir odam kelib menga azonni o'rgatdi" dedi. Bilasizlar, mashhur qissa, masjid bitganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Masjid-i Nabaviyasini qurib bo'lishganidan keyin odamlarni masjidga qanday chaqiramiz degan masala o'rtaga tashlandi. Biri o't o'qiylik dedi, biri qo'ng'iroq chalaylik dedi. Xullas, qo'ng'iroq olib kelinglar dedi payg'ambarimiz. Namoz vaqti bo'lganda qo'ng'iroq chalib chaqiramiz. Shunda sahobalardan Abdulloh ibn Zayd Ansoriy roziyallohu anhu tushida bir odam keldi, azonni o'rgatdi. Rasulullohga kelib mana shu tushni aytib berganida, "Bu yaxshi narsani ko'ribsiz. Siz o'rgangan narsani Bilolga o'rgating. Huwa anda minka sautan." Chunki Bilolning ovozi sizkidan balandroq, sizkidan yoqimliroq dedi. Demak, yoqimlik ovozga, yoqimlik insonning qulog'iga yoqadigan ovozni shariatimiz man qilmaydi. Go'zal narsaga shariatimizda to'sqinlik yo'q. Agar borinki ana shu g'inosini, musiqasini ham ma'nosi Allohni ulug'lash bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni madh qilish bo'ladigan bo'lsa, pokiza narsaga taqlid qilinsa, bu muboh. Ammo hammasi emas. Hammasi emas. Ammo bu kuy musiqada fahsh kuylansa, avrat deb sanaladigan holatda ayollarning ovozi kuylansa, ayollarni go'zalliklari kuylansa, Allohdan uzoqlashtiradigan bo'lsa, bu musiqani biz halol deya olmaymiz. Vallohi yer yuzidagi hamma qo'shiqchilar yig'ilib, eng zo'r shu bastakorlar yig'ilib, eng zo'r deb bir kuyni bastalashsin, bir qo'shiqni bir yozilsin va ijro qilsin. Eng zo'r hofiz aytsin yana buni. Eng zo'r aranjirovkasi bilan, eng zo'r klip oladiganlar olsin. Bu musiqadan olinadigan huzur bilan Qur'on tilovatida, Qur'on eshitgan paytda topiladigan huzurni taqqoslab bo'lmaydi, birodarlar. Musulmon odamga Qur'on o'zi kifoya qiladi. Bilasizmi? Har yil yangi qorilar chiqadi. Eshitsangiz avvalgisidan shiringa o'xshayveradi. Har bittasini o'zini bir hidi bor, rangi bor, ta'mi bor. Musulmon odamga Qur'onni o'zi kifoya qiladi.
Bandalarda kuylayotgan musiqasida nima bor, birodarlar? Odamni madhi, odamni ulug'lash bor. Ayolmidi yoki otasimidi, onasimidi? Ammo birodarlar, musulmon odam Qur'on tilovat qilayotganda kim ulug'laydi? Robbisini ulug'laydi. Musulmon odamning Qur'on tilovat qilishligi ibodat. Qur'on tilovat qilganda insonning qulog'i huzurlanadi, jasadi huzurlanadi, qalbi huzurlanadi. Birodarlar, shifo degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'onni. Xo'p, musiqani hammasi halol emas ekan, hammasi harom emas ekan. Bir odam namozga yiqilgan, haromdan uzoq bo'ldi, namozini o'qib yuradi, ibodatga kirishdi, qarasa musiqani bu eshitayotgan turlari, bu o'zi eshitayotgan musiqani ko'pchiligi harom ekan. Avvalida uni tark qilishligi qiyin bo'ladi. Bekitib eshitib yuradi burchak-burchaklarda. Telefonni burchak-burchaklarga qo'yib qo'yadi, biroq ko'rib qolmasin deb. Avvaliga eshitib yuradi, keyin vaqt o'tadida o'zi xohlamay qoladi eshitishni. Nima sabab bo'ldi? Nima o'zgardi? O'zgargan narsa uni iymoni yuksaldi. Iymoni yuksaldi. Bu narsa o'z-o'zidan uni qalbiga yoqmay qoldi. Birodarlar, odamlar bo'ladi. Bir gunohni qilmaydi. O'zi xohlaydi. Nafsi xohlaydi, lekin qilmaydi. Yana bir odam bo'ladi, gunohni qilmaydi, yomon ko'rib turib qilmaydi. Tushunarlimi? Hali ham shunga o'xshagan shariatimizda man qilingan musiqaga tortyaptimi ko'nglingiz? Hali iymon yetarli darajada yuksalmabdi. Buni tezroq yo'q qilishlik payiga tushishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sunan Termiziyda keltirilgan bu hadis Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhudan. Rasululloh aytadilar: "Man istama'a ila sawti ghina'in lam yu'zan lahu an yastami'a ila sawti ruhaniyin fil jannati." Imom Termiziyda. Kim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? G'inoga quloq tutsa, ya'ni musiqaga quloq tutsa, unga jannatdagi ruhoniylarning ovoziga quloq tutishlikka izn berilmaydi. Ruhoniylar kim? Jannatdagi eng chiroyli ovoz egalari. Qarang, Alloh taolo dunyoda erkak kishiga ipak kiyma dedi, musulmon erkakka. Dunyoda ipak kiygan erkak oxiratda kiymaydi. Dunyoda sharob ichgan erkak oxiratdagi sharobdan man qilingan bo'ladi, mahrum bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, dunyoda musiqaga berilgan odam oxiratda ruhoniylarning ovozini eshitishdan mahrum bo'ladi. Musiqani hammasi halol emas, hammasi harom emas. Shariatda qoida bor. Bir vojibni ado qilishlik uchun bir narsa kerak bo'lsa, shu narsa ham vojibga aylanadi. Vojib amal qoyim bo'lishligi uchun bir narsa kerak, o'zi bu vojib emasdi o'zi. Masalan, tahorat birodarlar o'z-o'zidan farz emas bizga. Namoz o'qiganligimiz uchun, Qur'on o'qiganligimiz uchun farz. Tahoratsiz farz bo'lgan amal qoyim bo'lmaydi. Demak, tahorat ham farz bo'ladi o'zi. Xuddi shunga o'xshagandek, qaysi narsa u muboh bo'lsin yoki mumkin bo'lsin, sizni harom ishga olib borib qo'yadigan bo'lsa, mana shu narsa ham harom bo'ladi. Tushuntira oladimmi? Musiqani hammasi halol emas, hammasi harom emas. Ammo haromiyatga yetalab qo'yadigan bo'lsa, shu musiqa ham harom bo'ladi. Dunyo oxiratda Robbingdan seni uzoqlashishingga sabab bo'lyaptimi? Mana shu narsa harom bo'ladi. Kino, multfilmda birov harom demadi hammasi. Televizorda ham harom demadik hammasini. Ammo uylarimizda ko'rilayotgan kinolar, multfilmlar, eshitilayotgan musiqalar shariat ruxsat bergan doiradami yoki undan chiqib ketganmi? Yosh bolalarga ko'rayotgan multfilmlardagi qahramonlarni qarang, hammasi yarim yalang'och. Hammasi yarim yalang'och. Endi islomiy multfilmlarni hisobga olmaganda, bari supermenlar bo'ladimi? Qarasangiz, hammasi yarim yalang'och. Kim buni halol deya oladi? O'tganda bir safar ham aytganmiz. Mana uyingizda televizor bor, internet bor, paraboliska antena bor. Nimani ko'ryapti uyingizda? Ayolingiz, bolangiz bilasizmi? Bu narsalardan uzoq bo'lishlik kerak. Biz farzandlarimizni iymonli, axloqli bo'lishini xohlaymiz. Oilalarimizni ham. Shunday bo'lgandan keyin avratlarni
fosh qilib, ayollarni fitnali bo'lgan joylarni ko'rsatib, ishlangan musiqalarni eshitishlikdan ham bolalarimizni man qilishligimiz kerak bo'ladi. Ko'riladigan narsada, eshitiladigan narsada mantiq bo'lsin. Yana shunaqa kuyni kuylaydigan qo'shiqchilar nima? Yulduz. Hamma shunaqa bo'lishni xohlaydi. Alloh taolo erkaklarni tahannusdan qaytargan. Tahannus bu erkak kishi o'zini ayol kishiga o'xshatishligi. Yigit kishi albatta o'zini tashqi ko'rishiga qarab yurishligi kerak. Chunki dinimiz pokizali dini. Alloh taolo innalloha jamilun yuhibbul jamala dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Albatta Alloh taolo go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Erkak kishi, musulmon yigit o'zini tashqi ko'rinishiga qarab yurishligi kerak. Ammo haddidan oshib ketsa bo'lmaydi. Soatlab aynayda ko'zguda oldida turishlik. Go'zallik salonlariga borishlik. O'g'il bolaga to'g'ri keladimi? Kelar ekan hozirgi zamonda. Eshitib, yoqani ushaysan. Bormish, bor domla, tirnog'ini oldirgani boradi deyapti. Muaviya roziyallohu anhu Madinaga keldi. Bu hadisni Sayyid ibn Musayyab rivoyat qiladi. Imom Muslimdan keltiriladi. Qodima Muaviyatu al-Madinata fa khatabana va akhraja kubbatan min sha'rin fa qala ma kuntu ara anna ahadan yaf'aluhu illa al-yahud. Muaviyat ibn Abu Sufyon Madinaga kelib bizga xutba qildi. Bir yumaloq, bir to'p sochni chiqardi, aytdiki, buni dedi, Yahudlardan boshqa odamlar qilganini ko'rgan emasman dedi. Inna Rasululloh sallallohu alayhi va sallama balaghahu fasammahu zura. Albatta mana shu narsani xabari, ya'ni odamlar shunday sochni ishlatganligini xabari. Rasulullohga yetib kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni zur, yolg'on deb ataganlar. Undan tashqari Payg'ambar alayhisalomdan bir og'ir hadis bor. Rasululloh aytadilar, Imom Buxoriydan keltirilgan bu hadis, Ibn Abbos roziyallohu anhudan. Endi tashqi ko'rinish haqida gapiryapmiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, musiqa tugadi, tashqi ko'rinish haqida. La'ana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-muhannithina min ar-rijal va mutarajjilati min an-nisa. Va qala akhrijuhum min buyutikum. Faqala akhraja an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fulanan va akhraja Umar fulanan. Muaviyat ibn Abu Sufyon davom etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini ayollarga o'xshatgan erkaklarni va o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarni la'natlagan. Yurish-turishida, qilayotgan qilig'ida, kiyimida, prichoskasida, soch tarashida. Ularni uylaringizdan chiqarib yuboringlar degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana Muaviya davom etdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zini zamonida falonchini haydab chiqargan mashqa fe'li uchun. Umar ibn al-Hattob xalifa bo'lib turganda falonchini haydab chiqargan. O'zini ayollarga o'xshatgan erkaklar. Endi o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarchi? Erkaklarning kiyimini kiyib yurgan, shim kiygan, badanlarini tortib, qomatini chiqarib turadigan, hamma avratlarini hajmi bilan shaklini aniq ko'rsatib turadigan libosni kiygan ayol mal'una, la'natlangan emasmi? Nimaga shariatimizda uzun kiy, keng kiy deyiladi? Toki boyaga aytgandek mahosinlari, ziynati bo'lgan ayolni a'zolari bilinmay turishligi kerak. Lekin ta'assub hozirga kelib turib, ayni ko'z-ko'z qilishlik urfga kirib qolgan. O'zini ayollarga o'xshatgan erkakni Rasululloh la'natlagandek, o'zini erkakka o'xshatgan ayolni ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la'natlaganlar. Shim kiygizmanglar qizlaringlarga. Hurrima libasul hariri va zahabi ala zukuri ummati va uhilla li inatihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Abu Dovuddan keltirilgan bu hadis Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Ipek kiyish, oltin taqish ummatimning erkaklariga harom qilindi. Ayollarga esa halol qilindi.
Yigit kishidagi eng go'zal narsa bu uni shijoati, mardligi, o'g'il bolaligi, g'ururli bo'lishi. Qizlardagi eng go'zal narsa bu ularning hayosi. Birodarlar, bolalar tarbiyasi, farzand tarbiyasi deganimizda biz o'g'il bolani ham, qiz bolani ham nazarda tutamiz. Ammo bu tarbiyani o'g'il bolalarga xos tomoni bor, qiz bolalarga xos tomoni bor. O'g'il bolalarni tarbiyasi mardlik, shijoat, shahdamlikka asoslangan bo'ladi. Qizlarning tarbiyasi o'ziga xos hayo, iffatga asoslangan bo'ladi. Qaytarib aytamiz. Qiz boladagi, ayol kishidagi eng go'zal sifat bu hayo. Mashhur qissa. Musa alayhissalom Misrdan chiqib Madian qishlog'iga keldi. Qur'ondagi go'zal qissalar. Madianiylarni hayvonlarni sug'oradigan joyga borib turganida odamlar kelib tuyalarini, qo'ylarini sug'ordi. Lekin ikkita qiz o'zlari bilan olib kelgan qo'ylarini to'sib turishdi, odamlarni qo'ylarga aralashib ketmasin. Ular ham sug'organi olib kelgan, odamlarga aralashishlikni xohlamasdan hayo bilan chekkada turganligini ko'rdi. Borib, hali qizlarni qo'ylarini olib kelib sug'orib qaytarib olib borib berdi. Bu ikkala qiz Shuayb alayhissalomning qizlari edi, payg'ambarning qizlari. Hayo bor edi. Alloh taolo mana shu qizlarning bittasini Musa alayhissalom oldiga kelganligini aytib, qaysi sifatini maqtadi bu qizdagi? Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Bas ulardan biri hayo bilan yurib keldi. Qaysi sifatini maqtayapti bu qizdagi? Hayo sifatini. Erkak kishini bir ayolda e'tiborini tortadigan narsa ayol kishida. Bu uni hayosi. To'g'ri, ayol kishi chiroyli, go'zallik, husnli bo'lishi mumkin. Agar hayosi bo'lmasa, bunaqa ayol hech qachon marg'uba bo'lmaydi. Hech qaysi erkak xohlamaydi bunaqa ayolni. Ayol kishidagi birinchi narsa hayo bo'lsin. Alloh taolo shunday deydi. Astagfiru billah. Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika va banatik va nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zayna va kana Allohu g'afurur rahim. Alloh taolo payg'ambarimizga o'ziga buyuryapti. Alloh taolo bir narsani Qur'onda buyurdimi ochiq oyat bilan. Bilingki bu kichkina narsa emas. Bilingki bu hasakam narsa emas. Ey payg'ambar, juftlaringizga, qizlaringizga va mu'minlarning ayollariga ayting. Xos qilib Alloh taolo buyuryapti, birodarlar. O'zingiz ayollaringizga ayting, qizlaringizga ayting va mu'minlarning ayollariga ayting. Ustlariga yopinchiqlarini o'rasinlar. Mana shu ularning cho'ri emas, balki ozod ekanligini ko'rsatadigan, cho'ri emas, balki ozod ayollar ekanlari tanilib, ozorlanmasliklari uchun yaqin vositadir. Alloh mag'firatli va mehribon bo'lgan zotdir. Cho'rilarda hur ayollardan farqi bo'lgan kiyinishida. Cho'rilarni avrat hisoblanmagan a'zolari ham hur ayol uchun avrat bo'lgan. Ayol kishi butun avratini yopib yurganligi cho'ri emas, hur ayol ekanligini belgisi bo'lgan. Shuncha aytayapti, hur ayol ekanligi kiygan kiyimidan bilinsin va unga ozor bermasin hech kim. Xuddi cho'riga muomala qilgandek muomala qilib ozor bermasin, avratini yopsin deb Alloh taolo buyuryapti. Ayol kishi avratini to'sib yuribdimi? Qiz bola avratini to'sib yuribdimi? Demak, mo'mina ekanligini dalili bu. Masalan, maktabda formasini kiyib yuribdimi bir bola? Maktab o'quvchilari kiyadigan kiyimni yuribdimi? Demak, kim bu? Talib ilm, maktab o'quvchisi. Ehtimol ikkichidir. Ehtimol bir kun borib, bir kun kelmas. Ehtimol har kuni so'kishishlar, lekin kiyimini o'zi uni o'quvchi ekanligini bildirganidek. Ayol kishi avratini yopibdimi? Demak, mo'min ekanligini belgisi. Endi bu ayolga nima qoldi? Dinini o'rganish, erini haqqini tanish, bolalarning haqqini tanish, namozini o'qish. Ayollar avratlarini yopib yurishligi kerak. Musulmon odam avvalambor o'zi ko'zini va farjini tiyishligi kerak. Va mana shu narsani farzandlarga o'rgatishligi kerak. Darslarimizda aytib o'tdik, amaliy suratda berilgan dars
hech qachon esdan chiqmaydi farzandlarimizdan. O'zimiz meni yo'q deb qo'y deb yolg'onni ochiq o'rgatdikmi? Keyin 10 marta rostgo'ylik haqida va'z o'qiylik, buni foydasi bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, ko'zingni tiyib olam deb turib, ko'zni tiyishni o'rgatishdan avval biz o'zimiz ko'rsatib berishligimiz kerak. Teskari qarab olishlik bilan. Astagfirullah. Alloh taolo Qur'onda Nur surasida shunday deydi. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Zalika azka lahum innalloha xabirun bima yasnaun. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mu'minlarga ayting, ko'zlarini to'ssinlar. Nomahram ayollarga, shariat harom qilgan ko'rinishlarga qarashdan ko'zlarini tiysinlar va avratlarini haromdan saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir. Albatta Alloh ular qilayotgan hunarlardan xabardor. Ko'zni tiyishligimiz kerak va farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak. Qarama, mumkin emas. Alloh rozi bo'lmaydi bu narsadan. Ko'zingni tiy, ko'zingning nuri ketadi. Osiy bo'lasan. O'g'ildir, qizdir, mana shu narsalarga odatlantirishimiz lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmad keltirgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Sinfani min ahlin nar. Ikki toifa odamlar bor, ular jahannam ahlidir. Lam arahuma ba'd. Men hali ko'rganim yo'q ularni dedi payg'ambarimiz. Ikki toifa odamlar bor, men hali ko'rmadim ularni, lekin ular jahannam ahlidir. Qavmun ma'hum siyatun ka'aznabil baqar. Bir qavm bor, ularda molni dumiga o'xshagan qo'llarida qamchi bo'ladi, odamlarni uradi shu bilan. Qo'llarida odamlarni uradigan qamchisi bo'ladi, molni dumiga o'xshaydi bu qamchisi. Wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatul bukht. Bu birinchi toifa odamlar edi. Ikkinchi toifa odamlar kim? Ikkinchisi zinatli liboslarni kiyib, taqvo libosini yechib, toatdan o'zini chetga olib, qalblarini rom etuvchi ayollar bo'ladiki, ularning boshlari egilib turgan tuya o'rkachiga o'xshaydi. Boya aytganimizdek, boshiga boyaga to'qima sochli parigni qo'yadi-da, yurganda ikki tomonga tuyani o'rkachini singari egilib turadi. Ular jannatga kirishmaydi. Vaholanki jannatning hidini ham hiydamaydi ular. Jannatning hidi falon yillik masofadan kelib turadi. Qo'lida odamlarni uradigan, molni dumiga o'xshagan qamchisi bor. Odam jannatga kirmaydi. Payg'ambarimiz ko'rmagan ekan hali bularni zamonida. Ikkinchisi taqvo libosini yechib, odamlarni o'ziga rom qilib qaratadigan libosni kiyib, boshiga to'qima sochni ulagan ayollar deb aytiladi. Bu o'rinda bir ayolga kiyim kiygan erkak kishining ko'zi tushdi, yana bir marta qarashligiga sabab bo'lyaptimi? Mana shu kiyim qatoriga kelaveradi. Albatta falon sifat bo'lishiga shart emas. Odamlarda tortyaptimi diqqatini? Demak, bu mana shu hadisni ostiga kirib ketadi. Yana tarbiyada siz bilan biz farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan narsalardan farzandlarimizni ixtilotdan uzoq bo'lishga o'rgatishimiz kerak. Ixtilot nima? Ixtilot nomahram bir erkak, nomahram bir ayol bilan aralashib yolg'iz qolishligi. Xilvatda nomahram erkak bilan ayolni yolg'iz qolishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Sunan Termiziydan keltirilgan bu hadis Ibn Umardan. La yaxluwanna ahadukum bi imratin fa inna ash-shaytona thalithuhuma. Sizlardan biringiz nomahram ayol bilan yolg'iz qolmasin. Bas albatta shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Nomahram ayol bilan yolg'iz qoldingizmi? Bir pana joyda, bo'ro ko'rmaydigan joyda. Uchinchi bu yerda turgan sherik shayton bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi hadisiga xulosa olamiz. Bu hadis Sahih Buxoriydan keltirilgan. Uqba ibn Omir roziyallohu anhudan. İyyakum ve duhula alen nisa.
Faqala rajulun minal ansar ya Rasululloh afara'ayta al-humuwa qala al-humu al-maut. Rasululloh aytdilar, ayollarni oldilariga, ya'ni yolg'iz o'tirganlarida ayollarni oldiga yolg'iz kirishlikdan ehtiyot bo'linglar dedi. Yolg'iz turgan ayolning oldiga kirmanglar dedi. Ya Rasululloh, agar humu bo'lsa-chi dedi ayol. Humu kim? Erkak uchun ayolini qarindoshlaridan bo'lgan ayol. Ayol uchun erini tarafidagi erkaklar, akasi, ukasi, otasi yoki bo'lmasam qarindoshlar. Humu qaynisiniz yoki qayni opes. Qiz bolaga kuyovini akasi yoki ukasi. Yolg'iz kelinoyisi yolg'iz uyda turganda qaynuka kirmasligi kerak. Domla bu qanaqa bu? Ha, aytayapman, bizga to'g'ri kelmasligi mumkin quloqimizga. Lekin shariat bu. Ya Rasululloh, al-humu bo'lsa-chi dedi. Qaynakalari, qaynukalari bo'lsa-chi deganida al-humu maut, humu o'lim dedi. O'rgataylik shu narsaga. Balog'atga yetib qoldimi o'g'lingiz? Akasini ayol yolg'iz bo'lib turgan paytda hovlisiga kirib bormasin. Chunki bu narsa shariatimizda man qilingan. Chunki ming xil gumondan xoli bo'linadi. Xo'p, bu qaynukasini tanir qo'ni qo'shnisi tanimasa-chi? Uyda kelin yolg'iz o'tirganda bir odam kirib chiqib ketdi deb tursa. Musulmon o'zini shubhali o'ringa qo'ymasligi kerak. Bu mumkin emas. Bu mumkin emas. Mana shu begona, o'ziga nomahram bo'lgan ayol bilan erkak kishi yolg'iz qolishi haqida mana shu g'arbni psixologlardan bittasi Majhul inson deb nomlanadigan kitobida quyidagi satrlarni keltiradi. Bu odam psixologiya ilmini mutaxassislaridan, olimlaridan, psixologlardan. U shunday deydi. Insondagi jinsiy g'ariza harakatga kelganida u qonga bir moddani ishlab chiqaradiki, u modda qon bilan aralashib miyaga yetib boradi. Miya shu modda sababli to'g'ri fikr qilishga qodir bo'lmay qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan edilar u. Bir erkak o'ziga nomahram bir ayol bilan xilvatda qolar ekan, shayton ularning ikkisini orasiga kiradi. Miyasini aynatar ekan erkak kishi. Insondagi jinsiy g'ariza harakatga kelganida mana shu g'ariza qonga bir moddani ishlab chiqaradi. U modda qon bilan miyaga yetib boradida, miya shu modda sababli to'g'ri fikr qilishlikka qodir bo'lmay qoladi. Natijada bir fahshga, zinoga qo'l uradi. Boyaga modda tugagandan keyin o'ziga kelib bekor qilibman, qanday qilib qo'ydim shu narsani deb turib o'zini o'zi malomat qiladi. Qarang, bu so'zni mana shu psixolog aytayapti. Ilmiy isbotini topyapti. Payg'ambarimiz aytib qo'ygan bu narsani 1400 yil burun. Nomahram erkak bilan nomahram ayol yolg'iz qoladigan bo'lsa, uchinchisi kim bo'ladi? Uchinchisi shayton bo'ladi. Keyin pushomon yeb yuraveradi. Ana shu g'arb mamlakatining rahbarlaridan biri o'zini xalqi haqida yozar ekan, shunday deydi. Davlatimizning kelajagi xatar ostida. Chunki yoshlarimiz aynigan, shahvatlarga berilib ketgan. Ularni yelkasiga tushadigan mas'uliyatni ko'tara olmaydi. Harbiy xizmatga chaqirilgan 7 ta yigitdan 6 tasi harbiy xizmatga yaramaydi. Nima uchun? Shahvatga tamomiy berilib bo'lgan. Erkak bilan ayolda aralashishligi u yerda oddiy narsa bo'lib qolgan. Maktab yoshidagi qizlari juvon bo'lib qolayotganligi oddiy ish. Birodarlar, oila jamiyatning asosi. Agar oila tuzalsa, jamiyat tuzaladi. Bu darslarimiz orqali birodarlar nima demoqchimiz? Ko'r-ko'rona g'ayri dinlarga taqlid qilishni yig'ishtiraylik. Ular madaniyat deb berayotgan narsani hammasini madaniyat deb qabul qila olmaylik. Bizning dinimiz bor birodarlar. Ko'zni tiyish, musiqaga berilmaslik, televizorda tagida soatlar qolib ketishlikdan bolalarimizni qaytaraylik. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo bir qavmni isloh qilmaydi toki bu qavmlar o'zlaridagi narsani isloh qilmagunicha. O'zimizni isloh qilaylik, oilalarimizni isloh qilaylik, mahalla tuzaladi.
Mahalla tuzalsa, qishloq tuzaladi. Qishloq tuzalsa, mamlakat tuzaladi, birodarlar. Bizi qo'limizda yaxshi tomonga farzandlarimizni tarbiya qilib tuzatishlik. Buni tushunishligimiz kerak. Farzand tarbiyasi juda bir og'ir, mashaqqatli mehnat. Uzoq vaqt talab qiladi. Lekin ishonavering, birodar. Agar mana shu mehnatni, mana shu mashaqqatni sabr qilib, tarbiyani chiroyli suratda nihoyasiga yetkazsangiz, qilgan ishingizni birontasi zoya bo'lmaydi. Oyat Astagfiru billah. Vallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Kullu imrin bima kasaba rahin. O'zlari iymon keltirib, zurriyotlari ham ularga iymon bilan ergashgan zotlar, o'sha zurriyotlarini qo'shdik va ularga qilgan amallaridan biron narsani ham kamitmadik. Har bir kishi o'zi kasb qilgan ishi bilan garovga olinguchidir, ushlanguchidir. Iymon keltirdingiz, solih amal qildingiz, farzandlaringizni tarbiya qildingiz, sizni bironta qilgan amalingiz zoya bo'lmaydi. Balki farzandlaringiz qilgan ishdan sizga ham ajr mukofot bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni islomiy tarbiya bilan tarbiyalab, oxiratimizga bir zaxira qilishligini o'zi bir tavfiqini bersin. Va mana shu tarbiya sababli birodarlar abadul abadiyin rohat ketishligimizga muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hadha astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.